Prezidenti Donald Trump Xi Jinping bilan bo'lgan ko'rishda kelishish hosil qilinmaganda Xitoyga qarata yana yangi tamojni beji ko'paytirganligini bildirdi. Amerika Xitoy orasida 2018-yili bir-biriga qo'yilgan tamojni boy siyosatlari sababli boshlangan iqtisodiy jiddiychilik ikki davlat o'rtasida suhbatlar o'tkazilgan bo'lsa-mu, bir kelishim hosil qilinmay davom qilmoqda. 2019-yili may oylarida Trumpning tamojni beji siyosati e'lon qilib, Xitoyning 200 milliard dollarlik melidan elindigan tamojni bejini 10%dan 25% ga o'stirish qarori e'lon qilingandan keyin Xitoy darhol Amerikaning 60 milliard dollarlik melidan elindigan tamojni bejini o'stirganligini e'lon qilib, tijorat urushini jiddiylashtirdi. 15 may Trump Amerika şirketlerining davlat xavfsizligiga tahdid shakllantirgan davlatlardan telefon, telegraf, uchur aloqa aslahalarini elishni cheklaydigan prezidentlik qarornomasiga imzo qo'ygandan keyin Xitoyning Huawei shirkati bilan savdo aloqasi qilayotgan shirkatlar orqa-orqadan tijorat munosabatini bekor qilishdi. Shuning bilan qisqagina vaqt ichida dunyoning ikkinchi aqliy fon ishlab chiqarish shirkati deb qaralgan Xitoyning Huawei shirkati xalqarada cho'ng zarbaga uchirdi. Steven Mnuchin 9-iyun CNBC'de bergan bayonotida Trumpning Xitoyning 325 milliard dollarlik melidan elindigan tamojni bejini o'stirmasligi iyun oylarining oxirida Xi Jinping bilan elib beriladigan ko'rishishining natijasiga bog'liq ekanligini bildirdi. Steven Mnuchin shundoq dedi: Biz Xitoydan bir inkas ko'rishimiz kerak. Chunki biz kelishgan shartlar bo'yicha ilgirlashga tayyor. Agar Xitoy ilgirlashni xohlamasa, prezident Trump yangi tamojni bejini yo'lga qo'ydi va ikki davlat o'rtasidagi munosabatni qaytadan qarab chiqadi. Yaxshi bir kelishim hosil qilib, kelishimning 90% ni tamomlab bo'lgan edik. Xitoy kelishimning ba'zi shartlarini o'zgartmoqchi bo'ldi. Biz suhbatni to'xtatishni qaror qildik. Agar Xitoy kelishib bo'lgan shartlar bo'yicha ish ko'rishni xohlasa, biz kelisha olamiz. Agar undaq bo'lmasa, biz yana tamojni bejini ko'paytimiz. Trump hukumati iqtisodiy urushni yangi bir baldaqqa ko'tarishga tamishlayotgan shundaq paytda Amerika bexatarlik markazi Xitoyning 20 yildan beri Amerikani besib tushib, dunyoning xudsi bo'lish uchun ijro qilib kelayotgan planlari haqida bir doklad tayyorlab, Amerika hukumatiga sundi. Trump hukumatini ogohlantirish uchun hozirlangan bir dokladda Xitoy askariy texnikasini 2049-yilgacha Amerikadan oshirish uchun 3 qadam bosqichlik plan davrida deb ko'rsatilgan. O'tgan hafta yangi Amerika bexatarlik markazi tarafidan e'lon qilingan bu dokladda Amerika hukumati Xitoyning askariy texnikasini tez suratda taraqqiy qildirayotganligi to'g'risida ogohlantirish berdi. Dokladda 2049-yilgacha Xitoyning Amerikaning harbiy texnikalariga yetish uchun yaqinlashish, tang bo'lish, o'tib ketish deb 3 bosqich bo'yicha bir plan tuzib, shu plan bo'yicha harakat qilayotganligini ilgari surdi. Şunun bilan birlikte Xitoyning 2020-yilda mo'tadil gullangan bir jamiyat qurish nishoni va 2049-yilning Xitoy Xalq Jumhuriyatining qurilganligining 100 yilligiga bo'lgan ahamiyati diqqat qo'zg'adi. Dokladda qayd qilinishicha, Xitoy raisi Jiang Zeminning zamonida bu planni boshlagan bo'lib, Xitoy armiyasi yuqori fan texnikalik urushlarga taqobil turishga tayyorlanish talab qilingan. Shundaqla Amerika armiyasiga yetishish uchun bir plan tuzgan. Planga asosan Xitoy armiyasini 1996-yildan 2015-yilgacha bo'lgan oraliqda 620%lik, ya'ni yiliga 11%dan kengaytirgan. Planda nishon qilingan Amerikaning urush to'rini, ya'ni buyruq berish, kontrol qilish, aloqa va istixborot sistemalarini buzib tashlash uchun texnikalik iqtidorini taraqqiy qildirishga tirishgan. Dokladda bulardan boshqa Xitoyning qo'g'dinish, hujum qilishga oid tadqiqotlari sun'iy aqliy iqtidorda dunyo lideri bo'lib, buni askariy ilmda ishlatishni nishon qilganligi qayd qilingan.